Assalomu alaykum. Men Jabbor Fasliddin Dino tadbirkorlik pedagogikasining xorijiy til adabiyoti va ingliz tili yo'nalishining 4-kurs talabasiman. Bugungi mavzuyimiz bolalarni sportga qanday yo'naltirish deb nomlanadi. Bolalarni sportga yo'naltirishdan maqsad ularning sog'lom jismoniy va ularning chiniqishi yaxshi bo'ladi. Sportning hech qanday zarar omillari yo'qdir. Sport asosan insonga o'zini sog'lom qilish, vaznni yo'qotish kabi muammolardan yiroqda tutadi. Sport asosan insonga sog'lik uchun va harakatchan bo'lish uchun kerakdir. Hozirgi kunda odamlar o'sha sportdan qandaydir uzilib qolganligi ko'rilmoqda. Hozirgi kunda odamlar ro'zg'or, ish, bola-chaqa va boshqa tashvishlar bilan ovora bo'lib, o'zlarining sog'ligiga vaqt ajratishga qiynalmoqda. Bu qiyinchilik tufayli insonlar o'zlariga bir qancha zararli kasalliklar va zararli oqibatlarni olib kelmoqda va harakat qilishda qiynalishmoqda. Odamlarga sport sog'lik garovini tavsiya etaman.